Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aka-ukalar, 3-buqamiz ham yetib keldi mana. Xudo xolasa, birinchisi 365 kilo keldi, ikkinchisi 386 kilo keldi. Mana uchinchisi xudo xolasa, hurmatli aka-ukalar, kommentariyaga yozib qo'yasizlar, necha kilo keladi. Xudo xolasa Alloh barakasini bersin. Boqqanga ham, yegizdirganga ham Xudo baraka bersin. Hurmatli aka-ukalar, buqamizga bitta baho berib ketinglar akalar. Havas qilganlar havas qildik deb qo'yinglar. Sizlarning ham og'illaringga mana shunaqa buqalarni 10 ta nasib qilsin ilohim. Hurmatli aka-ukalar, Hasanbek qassobga kelaverasizlar. Baxtiyor aka, nima qilsin? Like bosib qo'ysin. Like bosib qo'ysin. Ilohim, hammalarga nasib qilsin. Hurmatli aka-ukalar, mana shunaqa buqalarni boqishlik. Hasanbek qassobga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Go'shga kelmaganlar go'shga kelaverasizlar. 24 ga 7 xizmatlaringiz. Hurmatli aka-ukalar, 365 kun, xudo xolasa. Farg'ona viloyati Bag'dod tumani Bordon qishlog'idan sizlarga video syomkamiz ketyapti. 6-dekabr bugun chorshanba. Sana kuniga chorshanba. Hurmatli aka-ukalar, mana qassobxona. To'ranishda Bag'dod tarafdan kelganda chap qo'lda, svetoforga yetmasdan Yangi Qo'rg'ondan kelganda svetofordan o'tib o'ng qo'lda mana. Hurmatli aka-ukalar, qushxonaga ketdi buqamiz.